Tug'ilganlik belgilari. Homila o'rtacha og'irlikda 3000-3500 grammni tashkil etadi. Uni bo'y uzunligi 50-52 sm bo'ladi. Bosh aylanasi 32-35 sm, chanog'i 35 sm, chanoq aylanasi 28 sm ni tashkil qiladi. Homilaning burun va quloq tog'alari qattiq hisoblanadi. Keyin tirnoqlari qattiq bo'ladi. Sochining uzunligi 2 sm ni tashkil etadi. Qoshlari va kipriklari aniq ko'rinib turadi. Homila onaga platsenta orqali birikkan hisoblanib, uning onaga yopishgan qismi qizil rangda birmuncha yaltirab turadi. Bu 15-20 bo'lakdan tashkil topgan hisoblanadi. Bo'laklar noto'liq to'siqlar bilan ajralgan hisoblanadi. Homilani o'rab turuvchi parda 3 qavatdan tashkil topgan. Birinchisi amnion qavat, ichki qavat hisoblanadi. U amnion suyuqligidan tashkil topgan bo'lib, tug'ruq vaqtida yorilib tashqariga chiqadi. O'rta qavat homila va ona o'rtasidagi moddalar hamda kislorod almashinuvini ta'minlab turadi. Tashqi qavat homilani bachadona birikib turishini ta'minlaydi. Unda homila uchun kerakli bo'lgan gormonlar sintezlanadi. Kindik tizimi ikkita arteriya va ikkita venadan tashkil topgan hisoblanadi. Arteriyadan venoz qon, venadan arterial qon oqadi. Venadan oqqan qon homilani kislorod hamda oziq moddalar bilan ta'minlab turadi. Keyin homilaning oxirgi davrida quvanoq suvi 50-1000 mg ni tashkil etadi. Quvanoq suvining tarkibida homilaning sochlari, mikroelementlar, oksillar hamda yog' bezlaridan ajralgan yog'lar bo'ladi. Homila tug'ilgan vaqtida qichqiradi, chuqur nafas oladi, tirnoqlari qattiq bo'ladi, yelkasi hamda orqasida tuklar bilan qoplangan bo'ladi, rangi kulrang bo'ladi, terisida yog' bezlari aniq ko'rinib turadi.